Salom hammaga, bugun sizlar bilan bir ajoyib yangilikni bo'lishmoqchiman. Mana qo'limda ko'rib turganingizdek, bu aydolmami baxtli taksi vaucher eshitgan bo'lsa kerak. Guanju shahridan yoki Guanju Segu tumanidan farzandi borlarga yoki ko'p farzandli onalarga taksi uchun yordam beriladi. Mana u nihoyat qo'limga yetib keldi. Bu qanday ishlaydi deysizmi? Juda oddiy. Vaucher bilan men bir yil davomida 20 marta taksi xizmatidan foydalana olaman. Har safar taksi chaqirganimda 10 ming yuangacha bo'lgan to'lovni davlat qoplaydi, qolganini o'zim to'layman. Agar oshsa, 10 ming yuandan oshib ketsa. Bu rostdan ham katta qulaylik. Bilasiz, chaqaloq bilan ayniqsa jamoat transportlarida yurish biroz noqulay bo'ladi, qiyin. Shuning uchun Guanju Segu hokimiyatiga chindan rahmat aytmoqchiman, minnatdorchilik bildirmoqchiman. Hammaga omad tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimda ko'rishguncha xayr.